Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. O'tgan safargi omadli mijoz loyihasida men ishtirok etdim. Shundan keyin 1416 kompaniyasini ishga kirishga qaror etdim. Bugungi omadli mijozimizni tomosha eting. Yaxshimisiz aka? 1416 dan qachondan beri foydalanasiz? Ko'p vaqtdan beri foydalanaman. Yaxshi. Nera bo'latirmisiz? Hozir o'zi bir yalg'iz og'am bor, shunda o'ynayapman. Tanqid bor joyda o'sish bo'ladi, rivojlanish bo'ladi. Hech qanday tanqid yo'q, foyda. Tikkanlik ko'rganingizdek, yo'l kremimiz 29 ming so'm, почти 30 ming so'm bo'ldi, lekin omadli mijoz bo'lganlar uchun yo'l krem puli bugun olinmaydi. Mut akamiz endi sovg'amizni beramiz. Aka, bizning kompaniyamiz nomidan sizga sovg'a. Kichkina bo'lsa ham любой uyda kerakli narsa. Hammaga tavsiya etasizmi? Hammaga tavsiya qilaman. Bu omad ishlariga. Rahmat. Salomat bo'ling.